Diqqat, aholiga tezkor xabar. Raqobat qo'mitasi Qurbon hayitida oziq-ovqat narxlari oshirmaslikka chaqirdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Raqobat qo'mitasi yirik savdo tarmoqlari va respublika hududlaridagi savdo komplekslarini Qurbon hayitida narxlari barqarorligini ta'minlash muhimligi to'g'risida ogohlantirdi. Qo'mita matbuot xizmatlarining xabar qilishicha, yirik savdo tarmoqlari va respublika hududlaridagi savdo komplekslarini Qurbon hayiti arafasida keskin talab oshadigan ijtimoiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari narxlari barqarorligini ta'minlash bo'yicha chakana savdo tarmoqlari va hududlardagi savdo komplekslariga yetkazib beruvchi korxonalar tomonidan narxlarni o'zgartirish, logistika xarajatlari va boshqa narxlarning oshishiga olib kelishi mumkin bo'lgan omillar to'g'risida qo'mitani tezkor xabardor qilib borish hamda yetkazib beruvchilarni asossiz narxlarni oshirishga yo'l qo'ymaslik yuzasidan ogohlantirib borishlar bo'yicha ko'rsatmalar yuborildi. Raqobat qo'mitasi aholi muhim bo'lgan ijtimoiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari narxlari barqarorligini ta'minlash borasida o'z vakolatlari doirasida zaruriy barcha chora-tadbirlarni ko'rib borishi bildirildi. O'zbekistonda Qurbon hayiti 27-mayga to'g'ri keladi. Qurbon hayiti nishonlash munosabati bilan ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, 10 mingdan ortiq bolalarda murakkab operatsiyalar o'tkazish hamda 2000 ga yaqin og'ir kasallikka chalingan fuqarolarni davolash uchun qo'shimcha mablag' ajratilishi belgilangan. Hayit arafasida ehtiyojmand oilalar, bemor bolalar va masjidlar uchun 690 milliard so'm yo'naltiriladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.